O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralash qo'yib, bir soat botdan bilan ishlatib qo'yishni, otasi alga, onasi zo'r bolalar bor yetim. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nima qarani? O'sha 12 yoshlarni o'tqanlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya, so'kiyapti bu ana bor. Ahliga so'kganim yo'qman. Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Muhtaram sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. Bo'lib mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, vallahi o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Aboy tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana kerak. Oke, qamabda shu-yu. Ya, bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan sudya tushunadimi? Ey, qornim to'q deyapman-ku. Rahmat qilib beraman. I got you, moonlight